muhandisov bilan tozalaymiz. Endi switch statement bilan tanishamiz. Switch nima? If else o'rtog'i, bir-biriga juda o'xshaydi. Aytayapti, juda ham ko'p series of cases bo'lsa, ya'ni juda ham ko'p holatlarni tekshirsang, sen if else yozib o'tirmagin. Undan ko'ra switch case yozgin bo'l. Ya'ni sizlar ikkita uchta shart emas, 10 ta shunga o'xshash ko'p shartlar yozadigan bo'lsanglar, switch case yordam keladi. Ya'ni switch case qulayroq bo'ladi. O'sha payt switch case ishlab ketsanglar, shunaqa holatlarda ishlatsa bo'ladi. Siz hamma holatda ishlatsa bo'ladi. Ya'ni bu aytayapti, mana shu data type'lar bilan ishlatsang bo'ladi. Aslida bu hamma data type'lar bu. Class, string, integer, enum, compile type. Istagan narsa bilan switch state'da ham ishlatsa bo'ladi. If else yozilgan narsani switch'da qilsa bo'ladi, switch'da qilinganini if else'da qilsa bo'ladi. Aytayapti, bu menimcha hozir sizlarga shart emas. Qisqasi klass o'tganimizda hali override degan narsa yozamiz. Override yozmasanglar ishkal chiqadi deyapti. Xo'p, bitta. Misol uchun enum bilan ko'rsatib beryapti. Mana shu enum bilan ko'p ishlatiladi. Enum bilan switch mana shu deyarli bitta shu ishlatiladigan holati mana shu. Enum bilan switch case o'rtoq bo'lib ishlaydi-da. Ya'ni juda yaxshi ishlaydi bir-biri bilan. Kelishib ishlaydi. Bir-biri bilan yaqin do'st. Mana enum bilan if else ham ishlatsa bo'ladi, ko'p kod yoza olasizlar. Switch bilan ham shu zo'r bo'ladi. Hop, bitta yozib ko'ramiz deydi. Misol uchun hozir enum ochaylik. Lesson status deyman. Misol darsimiz qanaqa nimalardan tashkil topgan? Misol uchun birinchisi bor, not started bor. Ya'ni hali boshlanmagan dars bor, to'g'rimi? Enum qanaqa yozishi o'tgan dars o'rgandik, to'g'rimi? Enum deb yoziladi, nom beriladi. Keyin jinera qansidan ichiga любой o'zgartirishlar ochib tashiriladi. Oxirgi variable qo'yib qo'yish kerak. Not started aytaylik ongoing bor va break bor. Ya'ni nima bor? Break yozib olsak. Coffee break deydi. Break nimaga yozilmadi? Chunki break boshqa o'zi faktor narsasi. Masalan, enum deb yozib bo'lmaydi. Nimaga? Nimaga deb o'ylaysizlar? Nega enum deb yozib bo'lmaydi? Chunki avval bor. Chunki o'zi faktor sizlardan avval yozib qo'ygan enum. Shuning uchun bu yoqqa coffee break dedim. Break ham shunaqa. Break ham hozir ko'rsataman, ichida bor edi. Hop, if switch case odatda shu holatda ishlatiladi. Qanaqa holat? If deysizlar-da, if emas switch case o'rganamiz. Avval bitta o'zgartirish ochamiz. Lesson status, lesson status teng. Hozir holatimiz nima? Ongoing, to'g'rimi? Aytaylik, mana shu ongoingga qarab turib, shunaqa dastur tuzsa, misol uchun dars holatiga qarab turib, xabar chiqarib bersa, aytaylik, ongoing bo'lib turgan bo'lsa, dars davom etmoqda degan, yo'qda not start bo'lsa, hali dars boshlanmadi. Coffee break bo'lsa, bolalar coffeeda deb chiqaradigan narsa qilsak. O'sha narsani switch bilan qilgan yaxshi. Switch deyman, switch ichiga mana lesson status deb qo'yaman. Lesson status. Ichiga jinera qansidan ochiladi. Xuddi if nima bu, if nima beta tursa nima, switch tursa nima. Faqat switch dumaloq qansidan ichiga o'zgartirish solinadi bo'ldi. Bu yoqqa teng bir nima deb yozish kerak emas. Bu yoqqa bitta o'zgartirish beriladi bo'ldi. Endi mana bunaqa case deysizlar-da, har xil holatlarni inobatga olib chiqasizlar. Hozir qanaqa holatlar bor bizda? Yaxshi, shu telefoningizni bering, birodar. Qanaqa holatlar bor? Darsimiz qanaqa holatlar bo'lishi mumkin? Abdulaziz, qanaqa holatlar bor? Shohruz, Muhammadisov? Ha? O'zi shuttagina holat bor. Not started, ongoing, coffee break. O'sha holatlarni inobatga olib chiqishim kerak. Aytaman, switch case ichiga lesson status nuqta aytaylik, not started bo'lsa nima bo'lsin? Case deb turib, ya'ni har bitta holatni inobatga olib chiqamiz. Aytaman, print deyman. Lesson not started yet. Bu qizil bo'lib turibdi. Nimaga qizil bo'lib turibdi desa, aytaman, enum bilan cho'tki ishlaydi. Chunki hali hamma holatlarni inobatga olib chiqmadik. Hamma holatlarni inobatga olib chiqamiz, keyin mana qizili o'chadi. Ungacha o'chmaydi. Yana nima holat bor? Tabii Abdulaziz. Ha. Yo'q. Hammasini yozish shart. Boshqa yo'li bor, o'zi ham default yozib qo'ysa bo'ladi. Hammasini yozmadik hali, default yozib qo'ysa. Default yaxshi emas. Undan ko'ra eslatib turadi-da, hali qolib ketdi deb turibdi. Rostdan ham hamma holat bo'lishi mumkin-ku, o'sha hamma holatiga switch case yozishga majbur qiladi sizlarni. Case deymizda, lesson status nuqta coffee break bo'lsa, aytaylik, print coffee time. Ana qizil o'chdi.
mana shu default yozsa nima qilardi? Default. Aytyapti, default nima qilasan hozir? O'sha hamma holatdan o'sha inobatga olding. Default hayotda ishlamaydi deyapti. Chunki hamma holatlar inobatga oldi. Switch keys shu maqsadda ishlatgani yaxshi do'st. Ha. Mana bular hammasini o'chirib tashlab, qizil bo'lib turibdi, shu va default yozib qo'ysanglar, hammasini o'chiradi. Default nima? If else deki else bu. Eng oxirgi holat. Hech qaysi tushmasa oxiri bor defaultga tushadi. Ha? Любой narsa yozsangiz bo'ladi. Men case ichiga nima yozgan bo'lsam, masalan, default deyman-da. Print status, misol uchun nima deymiz? Not found deb qo'yamiz. Bunaqa status yo'q deb qo'yamiz. Bu ram bossa nima chiqadi hozir? Lesson is going on chiqadi. Mana bu chiqadi. Chunki lesson status.on going go, lesson status qiymati. Shuning uchun mana bunga tushadi. Switch keys shu maqsadda ishlatishni tavsiya qilgan bo'lardim. Qolgan holatlarda mana shu ishlatamiz, if else ishlatamiz, bo'ptimi? Bu yerda break yozishni o'rgatgan. Break yozish shart emas. Avvalgi eski versiyalarda kerak edi. Undan keyin ancha if else va switch keys o'zgarib ketdi. O'sha men kitob chiqqan paytida men. Sizlar o'rganayotganda ham o'sha yangisiga yaqinda o'tgan. Biz o'rgangan paytlar mana shu switch keys imkoniyati juda kam edi. Hozir ancha ko'payib qolgan. Mana shu tartibda yozsangiz bo'ladi, break shart emas. Qolganlar mana. Bu yerda ham o'zi bitta aytgan o'zi, agar break yozmasang ishkal chiqadi degan. Lekin unaqa emas. Hozirgi holat, o'sha paytlar rostdan shunaqa edi. Break yozmasangiz run qilmasdi, error chiqarardi. Hozir shart emas. 2021-22 bo'lsa kerak. Google yozsangiz chiqadi. Hop, bu yerda shunani ko'rsatgan, mana bunaqa yozsa bo'ladi. Ha, o'sha paytlar menga yengillik bo'lgan, sizlarga dars o'tayotgandim. Rostdan error chiqadi bo'lgan. Chunki switch keys juda ko'p ishlatib yurilmaydi. Hop, mayli. Lesson status ongoing bo'lib turibdi. Aytaylik, bunday narsasi bor. Tasavvur qilaman, ongoing ham, coffee break ham aslo olganda dars davom etyapti degani-yu. Ikkalasiga ham lesson is going on chiqarmoqchi bo'lsam, bunaqa qilsam bo'ladi. Men case ichiga yozgan kodimni o'chirib tashlayman-da. Ketidan empty case yozib ketaman. Ketidan print yozsam, endi case, mana case ishlaydimi, bu case ishlaydimi? Ikkalasi ham ishlaveradi. Ya'ni ikkalasida ham bitta narsa chiqaradi. Bu yozilgan print ongoing bo'lsa ham ishlaydi, coffee break bo'lsa ham ishlaveradi. Men mana ongoing deb turibman. Nima deydi hozir? Lesson is going on, coffee break bo'lsa ham lesson is going on. Ya'ni ikkalasiga bir xil bo'lib qoldi. U juda zo'r yechim emas to'g'risi. Avval shu yechim bo'lardi, chunki boshqa yo'li yo'q edi. Hozir boshqa yo'li bor. Qanaqa yo'l? Anaqa yoki deb turib yozib ketsanglar bo'ladi. Lesson status.ongoing deb qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni yoki yozsanglar bo'ladi. Avval yozib bo'lmas shu yoki. Va ham ketaveradi. If bilan почти bir xil bo'lib qolgan hozir. Yo'q bo'lmas. Unaqa narsa yozib bo'lmas. Xo'p, bu yerda endi for loop haqida gaplashmoqchimiz sizlar.